Taranç kelin deb sizlar qiziq paranglarni qilib beray deb peshtamonlarimni taqabli chiqib qoldim qo'y qizlar. Qanday qolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranç kelin Muyassardan hammanglarga o'tliq salomlar olsun. Bugun qiynatam 10 yiqidan qo'pib qoldimi bilmadim, yo so'ng yiqidan qo'pib qoldimi bilmadim. Degan oyaqi bir lag'manning jidilda, voy lag'man aytilmamdi bizning ma uyda. Voy bo'pti ma'qul, men bugun lag'man aytib beray hamsa dada sizning telefoningizga binoan deb mana qiynatamning taklifi bilan bugun lag'man aytishga tayyorlik qilib ketdim do'stlar. G'o'ljining lag'manlari bek o'xshaydi deb danqaba bilasizlar do'stlar. Lag'manga haqiqatan fayzi bor taranchilarning do'stlar. Taranchilar lag'manga bek usti bo'lg'ashqimi, mush mehmon keldigan bo'lsa, mehmonlarning talabi lag'man. Bir boshqa tomoqlarni demamda oppa bu mehmonlar desam, voy shu bolam. Meni mal lag'manga usta deb lag'manlar atkizdi deb. Sizlarga qiziq paranglarni qilib beray qizlarmish. Yeng to'y qilib kelgan vaqtlarimda mush uydamış mehmonlar keludi deb demiş lag'ma aytinglar desa jinim chiqib qoladi-da, o'choqlarda opamlarga tuzak yaqlamayga vaqtimiz qo'y yangi yachilik vaqtlarda. Deb qoladim-da, mush yilqi mehmonlar ketkicha bo'g'liq mang'illarda os so'zib, mush so'zib tugitib o'g'icha oldining bir taxis chiqib o'g'icha keyinning jamasi chiqayotgan. O'shta qilib yilqi mehmonlarning jiqligida shundan bir lag'mandan bizor keyin bir 2 yildan keyin ko'nirvaga vaqtimizda voy oppa jinim oppa mehmon kes bir lag'ma aytayli deymanga. Qordaq itaymi, pola itaymi deb bundalar bir so'rang appa pola dis dadamlarga qo'yib o'timiz. Qordaq dis tayyor tamoq hammasiga o'xshash bir tovoq qilib soldigan tamoq olgandan keyin deb opam degani shilab yurib hozir xeli bir mehmonlar kelsa lag'ma aytmaydigan bo'lib qoldi qaranglar. Lekin mo erlar ajoyib qilib ketdi ballar. Sizlarning o'yanglardagi erlarmi bir 2 kun lag'ma aytmay, anda tamoqlarni it qolgansan qopoqlari turib ketamdi. Lag'ma aytilmamda bizning uyda qachongacha aytmaysiz bu lag'manni deb lag'man sirab ketadigan erlar bormi sizlarning uyda? Bo'z bir yizbeqanlar ostiga ros meni yo'lchimamışda lag'manni yaxshi ko'rdi deb prezbeqanlar do'stlar. Shunda bu erlash qilib lag'manni yaxshi ko'rdiki issiq pasidi deb. Boshqa tamoqlarni shunda yesimi rost emasmi? Turibli lag'manlarni yegimiz ki qoldi. Azadi issiq pasidigan tamoqmish lag'man hamdi. G'o'ljining erlari haqiqatan lag'manga bek amroq. 2 kun yemismi? Shu oshxonaga kirsimiz yuro deb buyurdi-da, bular lag'man deb buyurdi. Shunga uyda kunda yesimi, oshxonaga berib tamoqlarni yeb qolsin, oshxonam shu lag'ma yeydi. Shunga g'o'ljining erlari men lag'manni yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Boshqa qizlar sizlar prezbeqanlarmi? Hamda mening shaxsiy fikrim bo'lib qolmasin. Endi bizning uydagi erlar lag'manni yeyishni yaxshi ko'rdi deb butun g'o'ljiga vakillik qilib etmayli endi. Shuna bilan qizlar bu lag'ma voqeasini boshlab etdim hamsa. Qaynonamning bir gapi bor. Voy yurak qong'ichi oshaymiz, bilak tolg'ich xeme jug'asa deb. Bu bilak tolg'ich xeme jug'raymiz deb dolishining oldida bir jug'raymiz. Oxir uning kuchelish bilanmagan vaqtda uyga kirib tizilib bir jug'raymiz. Oshta qilimiz xeme deganimiz parastiltib qo'noq etildigandek tarasmiz qilib etmekcha bu lag'manimiz pishmaydi bizninki. Shuna bilan bir janglar bilan 1 soat bu xemeni chaylab qilib bo'lgandan keyin saylarimni oqlab, to'g'rab, yuvib degandek mushtalarni qilib ularni ratlab, sulog'chilab tayyor qilib etib, anan keyin qiynapam chaqadimda. Appa, "Men sayni qanday qilmasam? Ha, bo'pti, o'zingiz to'g'rab bering, bolam" dedi. Men odatda lag'malarning saylarini to'g'rasam pek mukammal to'g'raymaganligim uchun bu to'g'aga vaqt to'liq tilanglab qolmanda, "Yi, to'g'ra bolamiz qirliq qilib to'g'asangiz." Esla bir daqiqalar bolamiz sayni menda qirliq to'g'ag'ini olamdan deb, "To'g'ri deymanda." Bu qiynapamning bir qirliq to'g'rang chiroyli chiqdi. Yangi yo'llarni to'chchas qilib to'g'rang deb. Bu yangi yo'l degan duglak tuz qonda to'chchas to'g'ag'ini olday qiynana deb ketimanda. Bu hamon qo'limdan elibla yiliq duglak yangi yo'ldanmi to'chchas holatda qirchiqirib to'g'ray oladi. Voy to'va. Mannami tomoqqa payzi odamlar voy deb qolaman. Shu men tomoq etalaydigan odamlarning oldida ancha oqsonlik qilolmayman. Endi bu mening yetarsizligim bo'lganligim uchunmi? Unda jihatlarda ancha bir ishqilov bilan bek selishtirish qilib ketmayman do'stlar. Shunga mush tomoq etgan yerlarimdan qusur topmanglar jumo qizlar. Elim loyaqat qilib qiynonamning tilini anglayotganda sizlarning tilinglarni anglab yurmay, mana men nechilning yaqma taranchilarning oilasi turib, xeli chiroyli to'g'raydigan bo'qagandimi endi. Qiynapamni ko'rsatadigan bo'lsam, chingsayning birisi cho'ng, birisi kichik bo'lib qolibdi deb chi soladi hozir. Sizlar bir ko'rib beqinglar do'stlarim, sizlar qanday baholarni berib o'tsizlar. Birdan moy chuchuvchi opamiz ikkimiz birdan paranglish mo'nch bo'lgandan keyin qarsak moy chuchibdi. Shuna bilan saylarni qo'rishga boshlab ketdi qiynapam. Opam sayni qo'rvag'ich birdan mo'ngdishamdi qizlarimsa. Sizlarmi qiynapanglar bilan mo'ngshashmishdaq yaxshi o'talamsizlar. Yaxshi o'talaydigan qizlar. Men mancha yil bo'ldi cho'nglar bilan birga turayotgan deb bunda xatlarni yuz qo'yinglar do'stlar. Mo'ngshashmishda cho'ng uyda turayotgan, qiynaplar bilan ap o'tayotgan qizlar ko'z tegmasin jumo ish qilib. Chunki mushu munosabatni saqlash uchun osh kelinlarmi qurbonlik berdi, qiynaplarmi qurbonlik berdi emasmi? Shu ikki tarafdan qurbonlik bergan vaqtda ondan ap o'tkin bo'ldi emasmi jinim qiz? Mo'ngshash aktiv energiyalik bir do'stinglar ko'payib qolsa, ba'zi vaqtlarda sal qo'saq ko'pik tatib qolsanglarmi, meni ko'rsanglar voy bo'ptilar, mush qizim yaxshi o'tyapti-ku. Men yaxshi o'tib ketalarman deb o'zinglar tasalli bo'lib qoldi jumo. Shunda qilib yurib meni birdan qiynapam bir parangni qilib bo'g'ich sayni qo'rib bo'pti. Nima degan chaqqan ey qizlar? Men chaqqanlik qilayamsa deb keyin nishonlar as so'zishni boshlab ketdim. Hey qizlar, oshni dub-tugak so'za olamsizlar. Men oshni shunda duglak so'zayman, lekin barmoqimning orasiga qilib shundal vas ishkin urgan vaqtimda qizlar. Qozonga tushamda yopilib qo'yib ketib qaranglar.
Şuna bilan tilanglash boshlanadi. Bu alammış necha yil oldu, neymişmiş, yapılaq yemiş uğraydigansiz deymayli deydi. To'laroq qiynapam o'zi so'zaydi. Buga yetishmagach men so'zib qo'ydim, chiqarib qo'ydim do'stlarimdi. Xemirlarimni ele zangliq etib jemanglar. Mushu sizlar bilan mungdassam, qizlar vaqtning qanday o'tib ketganligini bilmayli qolaman qizlar. Sizlar bu mening vlogimni ko'rsanglarmish, vlogimning qanday oxirlashib ketganligini bilmayli qolamsizlar do'stlar. Birdamnacha tomoqlarim pishib bo'pti do'stlar. O'kirib dadamlarning oldiga qo'ygandim, qiynatamga yarab ishki taxsi yeb ketdi, nimda o'xshab ketdi bolam tamqinglar deydi. Voy o'xshagan bo'lsa bo'pti, hodiqimiz chiqdi-ku, amsa dada necha soat yopatat qilamizni deb ketdim. Keyinda mening o'g'lim Azharmi lag'man cho'lab qoldi qaranglar. Lag'man dumli tushibdi, oppa menga qaroq solar deydi. Ha bo'libdi bular o'xshagan bo'lsa yanglara deb bular bilan shu tomoqlarimizni o'xshidi deb hodiqlarimiz chiqibdi. Bugun shuna bilan qizlar sotgan japalarimizningki. Tomoq etadigan odam necha soat qozon pishib cho'gilab, tayyorlab pishib tomoq etgandan keyin, "Ma yeppayguvchilar voy o'xshabdi, rahmat yopatatdingiz" desa bir hodiq chiqib qoladi ekan-ku. Shuna bilan tatgan japalarimiz ko'zimizga ko'rinmay qoldi qizlar. Unda vlogim ishida oxirlashdi. At ko'rishamiz do'stlar, unda meni qo'shinglar. Xayr, xo'sh, at ko'rishaylik qizlar, rahmat.